Facebook kompaniyasining Germaniyadagi vakillari bundan buyon ijtimoiy tarmoqlarda muhojirlarga qarshi yozilgan sharhlarni kuzata boshlaydi. Ularning aytishicha, oxirgi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda o'lkaga kelgan qochoqlarga nisbatan millatchilar tomonidan turli o'y-fikrlar yozila boshlagan. Hukumat vakillarining buyrug'i bilan ijtimoiy tarmoqda kuzatuv kuchaytirilib, muhojirlarni kamsitib yozilgan sharhlarni o'chirib turish uchun maxsus komissiya tuzildi. Yangi Zelandiyaning Auckland shahridagi neft ishlab chiqaruvchi zavod portladi. Mahalliy ma'lumot tarmoqlarining xabariga ko'ra, fojiadan bir nafar kishi vafot etgan. Guvohlarning aytishicha, neft quyilgan konteynerlardan o't chiqib, katta portlash sodir bo'lgan. Voqea bo'lgan vaqtda vafot etgan kishi konteynerning ustida bo'lgan. O't chiqqan konteynerda 100 litrdan ortiq yonilg'i moy bo'lgan deb qo'shimchalashdi. Hozirda fojianing sabablari o'rganilmoqda. Vengriyada 15-sentyabrdan boshlab muhojirlarga qarshi yangi qonun kuchga kirdi. Hukumat tomonidan qabul qilingan qonunda o'lka hududiga noqonuniy kirgan muhojirlar eslatmalarsiz javobgarlikka tortiladi deb yozilgan. Shuningdek, qo'lga tushgan kishi 3 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilinadi. Hukumat rahbari bunday qarorga o'lkaga kirib kelayotgan qochoqlarning sonini ozaytirish maqsadida kelgan. Qonun ishga tushgandan boshlab Serbiyadan kelgan qochoqlar ortiga qaytarila boshladi. Hozirda Vengriyaning tartib soqchilari chegara hududlarini va temir yo'l bekatlarini qurshovga olib, kuchaytirilgan tartibda ish olib bormoqda.